Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Mening sayyoram xavf ostida. Biz zudlik bilan pechenyelarni ko'paytirishimiz lozim. Pechenye ota, o'zi kim bilan jang qilyapmiz? Biz pechlarga qarshi jang qilamiz. Ular bu planetadan barchani yo'q qilmoqchi. Xullas zudlik bilan ishga kirishgan la'nati zobit. Men bilan janob, men barchani oyoqqa turg'izaman. Asal bolam, shirin bolam, uku. Xotin ko'rinishi sal tasqari ekan, lekin bo'ladi. Men pechenya va sut qorishmasi bilan qurilish qilishni yaxshi ko'raman. Voy, sening o'g'lingni urushga olib ketamiz. Nima? Shoshma urushga deydimi? Bu buyruqni rad etib bo'lmaydi la'nati. Biz dushmanlarga qarshi o'z sayyoramizni himoya qilishimiz kerak. Jin ursin, axir men hali bola-ku. Qani bolam, yo'qol bu yerdan. Umid qilamanki sen halok bo'lasan, qaytib kelmasan ham mayli. Jin ursin, nima buncha bu yerda pechenyelar ko'p? Lekin ular umuman menga o'xshashmaydi. Bu yerda men qo'rqyapmanmi yoki mendan ham qo'rqoqlari bormi? Tezda yurganda o'shirib o'zingni. Bo'pti, ye. Jin ursin, axir men bunday jang qilishga hali yoshlik qilaman. Men hattoki hech narsani ko'rmayapman. O'zi bu jangda bola ham qatnashishi mumkinmi o'zi? Tinchlaninglar, hamma meni quloq solsin, Quloq sollaring. Bu yerda eng kichkinasi men bo'lsam kerak. Ha, la'nat yey. Bizning mo'jazgina sayyoramizni sizlar himoya qilishingiz lozim. Albatta meni ham himoya qilishingiz kerak. O'tgan galdagi jangda biz pechlar ustidan g'alaba qozongan edik. Lekin ular qasos olish uchun yana qaytib kelishyapti. Xullas sizlar bu sayyorani va meni ham himoya qilishingiz kerak. Tayyorgarlikni boshlayvering. Sizlarga omad tilayman. Shoshma, bu parkurmi? Janob, meni kuchim yetmasa kerak deb o'ylayman. Savol berishni bas qil, safga qo'shil. Bo'pti, o'yle. Jin ursin, nima buncha sasiyapsizlar? Pechenya ham shunchalik sasiydimi? Qani bo'la qol, yana ozgina bo'la qol. Olg'a! Tushunmadim. Bu nima 5 ta blok uzoqlikka sakrashmi? Qani, yo pirim yoki sigirim. Ha, jin ursin, men buni uddaladim. Yashavor askar. Men shunchaki la'nati bola emasman. Meni shunchaki kallam ishlamaydi. Mana endi jang qilishimiz uchun materiallar yig'ishimiz kerak. KFC. Rahmat. Xayr. Salgina noqulay bo'ldi-da. Mol go'shti ham menga kerak bo'ladi. Shoshma. Mana bu cho'chqalar ham menga kerak. Uzr. Men oilangni o'ldirdimmi? Bilasanmi nima? Men seni bola qilib asrab olaman, cho'chqa. Balkim bu jangda menga as qotib qolarsan. Axir men o'g'rilik qilmadim-ku, to'g'rimi? Qana bo'la qol, bu sening yangi uying. Sen uchun ajoyib ism tanlab qo'ydim. Mana endi sening isming Durduqul bo'ladi. Mana endi ko'ramiz, bir blok ustida nimalar quroqlar ekansan. Bu qanday mashg'ulot bo'ldi o'zi? Ha, mayli, mana endi nimadir quramiz. Mana 5 soniya ham bo'lmadi, men shahar qurdim. Xo'sh, bunisiga nima deysan? Jin ursin, la'nati pechenye bola. Bu bo'lishi mumkin emas. Buni qanday qilding? Shu oddiygina. Men bunday shahar qurmoqchi bo'lsam 27 yil vaqt sarflayman. Jin ursin. Men uchun bu muammo emas. Pechenye bola, axir bu ajoyib-ku. Buni zudlik bilan pechenye otaga aytmasam bo'lmaydi. Pechenye ota? Pechenya bola, meni lol qoldirding. Yo'q, rostami? Qoyil. Bu shahar juda ham chiroyli qurilibdi. Sayyorada katta jang bo'ladi. Bu jang davomida sening yordaming kerak bo'ladi. Meni lol qoldirding, pechenya bola. Rahmat pechenya ota. Mana va nihoyat kun ham tugadi. Men ozgina charchadim. Menimcha hamma dam olgani ketyaptimi? Meni xonam qayerda edi? Toma ketgan bolaning xonasi? Jin ursin, mana shu meni xonammi? Qani kira qoldirdi qol. Jin ursin, meni Toma ketgan deb o'ylashyaptimi? Men shunchaki kiravering, eshik ochiq. Bu yerda mendan tashqari bola ham bor ekanmi? Ha, mening ismim Barsik. Men boshqa sayyoradanman. Men bu yerga pechenyelar bilan jang qilgani kelganman. Nima? Shoshma. Sening isming Barsik. Sen Barsiklar sayyorasidan uchib kelganmisan? Aha. La'nat yey. Ha, men turibningdan jang boshlandi. Jin ursin, qani olg'a. Pechenya sayyorasini himoya qilish vaqti keldi. Qani bolakay olg'a. Biz bu pechlarni yer bilan bitta qilamiz. Ulardan birontasi ham tirik qolmasligi kerak. Tushundim sizni janob, raketa yuboraman. Yillanata, tushunmadim, bu yana nima bo'lobi? Qani bolakay olg'a, men uni patarot qildim. Qani olg'a, tushunmadim. Nega meni ortimdan kelyapsizlar? Axir men sizlarning ortingizdan borishim kerak edi. Hujumga! Qani och biqiniga sol. Xayriyat, men sog' salomatman. Qani ortingga qayt pechenya. Biz sendan pirog pishiramiz. Yo'q, iltimos, meni o'ldirmanglar, Qo'yilmaqom ish bo'ldi bolalar. Mana endi buni olovda qo'yib pishiringlar.
Ha, Jinorson, bolalar, menga yordam kerak. Menga yordam kerak. Iltimos, meni tinch qo'yinglar. Jinorson, endi nima qilsam ekan? Xo'sh, menda bir g'oya bor. Buni qarang. Ha. Menimcha bu ish bersa kerak. Men ortimdan quvgan askarlarni barchasini patalot qilaman. Faqat ish bersin-da. Ha, mayli, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa. Qo'yil, bu ish berdi. Olg'a! Yadrniy bomba barchasini yo'q qildi. Qo'yil, menda yana bitta g'oya bor. Men hozirgina bahaybat sisterna qurdim. Uning ichida to'ldirilgan sut bor. Men barcha askarlarni cho'ktirib o'ldiraman. Ha, ularga bir qarang, kosaga tushgan pashshaga o'xshaydi-ya. Xo'sh, yana kimni otsam ekan, ha? Men pechlardan yana bir askarni ko'ryapman. U meni oilamni pishiryaptimi? U meni akalarimni pishiryaptimi? Nishonga olamiz. O'toj. Qoyil. Hoy bolalar, ichkarida ahvollari yaxshimi? Jinorson, yo'q, axir ular barchasi qop-qora bo'lishibdi. Jinorson, salgina kechikibman. Voy, pechenya. Nima gap, Barsik? O'zi ismingni to'g'ri aytdimmi? Pechenya ota menga xizmat qilganim uchun o'z samolyotini sovg'a qildi. Yo'q, rostdanmi? Qana bo'la qol, men senga uni ko'rsataman. Rostdan ham uni senga sovg'a qildimi? Albatta. Hozir uni yo'qaman. Jinorson, bo'lishi mumkin emas. Men umrimda samolyotga uchmaganman. Biz juda ham balandda uchayapmizmi? O'ynan oldida po'q bormi yo'q, men yo'lni ko'rmayapman. Uzr. Pechenya? Tinchlikmi? Menimcha bizda mehmonlar borga o'xshaydi. Tushunmadim, uchayotgan samolyotga ham mehmonlar keladimi? Kechirar deyapman. Jinorson, endi nima qilamiz? O'zingni qo'lga ol, hammasi mening nazoratim ostida. Menda ajoyib g'oya bor. Yana bir nechta pechenyalarni qovurish kerak. Ha. Iya, bu nima? Ko'rdingmi nima qildim? Ha, qo'yil. Men ham kimnidir yo'q qilmoqchiman. Qani chetroq o'tchi? Menimcha bu bino samolyotlar uchun yetarlicha baland bo'lsa kerak. Qo'yil, bu ish berdi. Tushunmadim. Menimcha bu tirik qolmagan bo'lsa kerak. Ha, u halok bo'lgan ekan. Iltimos, meni pech ichiga tashlamang. Meni yo'lishim. Iltimos, janob. Jinorson, bu yer juda ham issiq ekan. Pechenya sayyorasi hech qachon pechlar sayyorasiga teng kela olmaydi. Biz ularni bitta qoldirmasdan qirib tashlaymiz. Janob, biz deyarli pechenyalar sayyorasini mag'lub qildik. Lekin bizda bir kichkina muammo bor. Bu pechenya bola. U qurilishda juda ham tez ekan. Janob, bu kichkina muammo, lekin qolgan ishlarimiz ajoyib ketyapti. Mayli, o'sha kichkintoy pechenyani zudlik bilan topib uni yo'q qilaveringlar. Shunday davom etaveringlar, mening sodiq askarlarim. Biz million pechenyalarni yo'q qildik, yana million pechenyalarni yo'q qilamiz. Axir bu mening orzuim edi. Tez orada sizlarning sayyorangiz, ya'ni pechenyalar sayyorasi yo'q bo'ladi. Qani olg'a. Tez orada pechenyalarning otasi ham mag'lub bo'ladi. Men uni shaxsan o'zim pechla kuydiraman. U yo'q bo'lishi lozim. Janob, ota pechenyaga qaratilgan yadrli bomba deyarli tayyor bo'ldi. Buyruq bersangiz yetarli. Qani olg'a. Ota pechenya tez orada o'ladi. Mana shunda pechenyalar sayyorasida podshoh bo'lmaydi. Xo'sh janoblar, biz zudlik bilan gaplashib olishimiz kerak. Janoblar, meni sizlarga aytadigan o'ta maxfiy gapim bor. Hammalada otajon. La'natlar, o'zi bu yerda nimalar bo'lyapti? Tushunmadim. Nega biz bu jangda mag'lub bo'lyapmiz? Pechenya ota, ular juda ham mahorat bilan jang qilyapti. Ha, mayli, sizlarga bir iltimosim bor. Eshitamiz. Zudlik bilan meni oldimga pechenya bolani olib kelinglar. Hammadan janob, hammalada ota pechenya. Shoshmay yo'l-yo'lakay tuvalet kirmaymizmi? Men o'zim bilan garshok olganman. Juda ham charchadim. Bu men uchun juda ham og'ir kun bo'ldi. Nima gap pechenya bola? Sen kelmasingdan oldin hammasi yaxshi edi. Agar eshitgan bo'lsang, men anchagina pechlarni yer bilan bitta qildim. Ha, eshitdim, yasha bor. Sen bilan podshohimiz gaplashib olmoqchi. Kim deding? Ota pechenya. Ota pechenya? Ha, boshlanish yomon emas. Men tez orada qaytaman. Eshikni och, ko'rmayapsan, men kelyapman. Qani eshitaylikchi, ota pechenya nima derkin? Men ozgina hayajonlanyapman.
To'g'ri aytasan Durduqul. Qani bolakay meni ortimdan yur. Men seni otamiz oldiga olib boraman. Boshqa hech kim biz bilan birga bormaydi. Mayli, Barsik, sen Durduqulga qarab tur. Men tez orada qaytaman. Menga ishonib ber oshna. Yana zinapoyadan qoqilib ketma bolakay. Bolakay senga ichkarida omad tilayman. Qani yaqinroq kel, pechenya bola. Salom ota pechenya. Uyingda eshik yo'qmi? Eshikni yop. Men o'zim yopaman. Men o'zim yopmoqchi edim. Xo'sh, ota pechenya, anchadan beri ko'rishmagan edik. Ishlaringiz qanday? Men seni qilgan ishlaringni eshitdim. Bizning sayyoramizga juda ham katta yordaming tekkan ekan. Sen deyarli 100 mingta pechlarni mag'lub qilibsan. Lekin ming afsuski, biz hali ham bu shafqatsiz jangda mag'lub bo'lyapmiz. Qulog'im tom bitganmi nima balo? Qani yaqinroq kelchi. Xo'p, bo'ladi janob. Meni juda ham ko'p farzandlarim bor. Men barcha farzandlarimni har xil sayyoralarga tarqatganman. Lekin ularning kuchi seni tezliginchalik emas. Lekin bu sayyorani qutqarish faqat seni qo'lingda deb o'ylayman. Meni vaqt soatim yaqinlashganda, men yoqqan shamni sen davomchisi bo'lishing kerak. Bu sayyorani kengaytiringlar. Nima? Men podshohimiz bilan gaplashib olishim kerak. Kirsam maylimi? Ha, kiraver. Nima gap, tinchlikmi? Hurmatli qirolligimiz chiroqlichasi, yadroviy bomba tayyor bo'ldi. O, xayriyat tayyor bo'ldi. Va nihoyat ota pechenya va uning sayyorasi yo'q bo'ladi. Bu bomba uni mayda-mayda bo'lakchalarga bo'lib tashlaydi. Pechlarga shon-sharaflar bo'lsin. Tushunmadim. Men sizni davomchingiz bo'lishim kerakmi? Ha, Jinorson, ota pechenya. O'g'lim, ko'rdingmi, pechlar meni qirolligimni vayron qildi. Meni mo'jazgina sayyoram, meni qirolligim, meni borlig'im. Sizlar aslo to'xtamanglar, jangda davom etaveringlar. Yo'q. Men ota pechenya uchun pechlardan albatta o'chimni olaman. Jinorson, barchasi barbod bo'lgan-ku. Meni oilam ham yo'q bo'libdi. O, Barsik, sizlarning ahvolingiz yaxshimi? Butun sivilizatsiya vayronaga uchradi. Sen mendan ahvolim yaxshi deb so'rayapsanmi la'nati? Bo'ldi, uzr. Ha, hammasi chegaradan chiqib ketdi. Tushunmadim. Durduqulga nima bo'ldi? Durduqul, qani menga qarachi. Quloq sol, ota pechenya menga vasiyat qildi. Men uni davomchisi bo'lishim kerak ekan. Ota pechenya uchun pechlardan qasd olaman. Buni qanday qilmoqchisan? Bizlarga yordam beradigan pechenyalar qoldimi ekan? Qolgandir. Menimcha vaqt soati keldi. Mana endi men katta pechenya bo'ldim. Shoshma. Futbolka esimdan chiqibdi-ku. Ha. Jinorson, Barsik, biz bir necha kundan beri izlayapmiz. Bitta ham pechenya topa olmadik. Bu meni ham hayron qoldiryapti. Qanday qilib bitta ham pechenya topmasdan pechlarni mag'lub qilamiz, xo'sh? Shuni menga tushuntirib bera olasanmi la'nati? Men bilmayman, xo'sh, senda qandaydir bir g'oya bormi? Yo'q. Men ham shunday deb o'ylagan edim. Agar pechenyalar yashiringan bo'lsangiz, zudlik bilan bu yoqqa chiqinglar. Biz sizlarni xafa qilmaymiz. Shoshma, bu nima, pechenyami? Qani? Yo'q, xudoyim. Ha, men ham uni ko'ryapman. Balkim u bilan gaplashib ko'rarmiz. Ha, to'g'ri aytasan. La'natlar, sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Biz anchadan beri pechenyalar ko'rmagan edik. Sizlarga ishonsak bo'ladimi? Bu yerda bizdan boshqa hech kim yo'q. Agar biz ichkariga kiradigan bo'lsak, sizlar bilan gaplashib olgan bo'lardik. Yaxshi, hozir sizlarni kirgizaman ichkariga. La'nati pechlar meni butun oilamni qirib tashlashdi. Meni xotinim va 3 ta bolam bor edi. Jinorson, la'nati. Bilet cho'chqa bu yerda nima qilyapti? O'zingni bos. Meni quloq sol. Pechenyalar otasi endi oramizda yo'q. Men bu qirollikdan chiqib ketishimni xohlagan edi. Nima, pechenya otamiz endi yo'qmi? Biz pechenya ota uchun qasd olishimiz kerak. Demak, men bu yerda yangi podshoh ekanman, meni quloq solinglar. Birinchi navbatda biz sayyorani to'ldirishimiz kerak. Demak, men bu sayyorada pechenyalar parvardigoriman.